Assalomu alaykum. Men Bag'dod tumanidan, Farg'ona vodiysining Bag'dod tumanidan Qo'shtekiman qishlog'idan keldim. Men poliartrit kasalligi bilan kasallanganman. Bunga 1996-yildan beri 26 yil bo'ldi. Men rosa doktorlar bilan davolandim. Toshkentlargacha yotib keldim. Yiliga 6 oy, har 6 oyda davolanardim. Lekin foydasini hech yaxshi bilmay qoldim. 9 yildan beri o'tirib qolganman. Oyog'im tizzalari deformatsiyalangan. Yaqindan beri shu 5-kuni kelgan edim. Mehrigiyo tashkilotdagi dori-darmonlarni doktorlardan eshitib, shunga ixlos qildim. Shundan beri ichgan dori-darmonlarni kelib olib ketib ichgan edim, ancha foydalandim. Davleniyalarim chiqmay qoldi. Oyog'imda harakati yaxshi bo'lib, gimnastikamni yaxshi qila qoldim. Bitta oyog'imda gimnastikasini yaxshi qila olmasdim. Endi yaxshi bo'lib qoldim. O'shanga ixlos qilib yana davom ettirgani keldim. Bu doktorlarda yaxshi bilimlarga ega ekanligiga tan berdim. Mana men shuncha 26 yildan beri davolanganim bilan bunchalik yaxshi foyda ko'rmagan edim. Ichki a'zolarim ham sog'-salomat bo'ldi. Buyraklarimda shamollash bor edi. Bular ham yo'qolib ketdi. O'timni yaxshi emas edi. Bu ham tuzaldi. Hammalaringni tavsiya qilaman. Rahmat. Hammalarim tan jonlari sog', rizqlari ulug', umrlari uzoq bo'lsin. Bizaqangi bemorlarni nimasiga sog'-salomat bo'lib, uzoq yillar shu davolanishni davom ettirmoqchiman. Rahmat hammalariga.